Mustafaga. Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta', ji'ta sharrafta al madina marhaban ya khayrada. Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta', ji'ta sharrafta al madina marhaban ya khayrada. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. Quyosh balqib chiqdi ko'kka, nur taraldi dunyoga. Salovatlar yo'llagaymiz Muhammad Mustafaga. Ey Rasulim, so'z berdik biz, voz kechmaymiz haq yo'ldan. Hurmatli qashqashloq ahli, Allohning rahmati, marhamati bilan, siz aziz saxiy insonlarning ko'magi bilan mana domla Xudo xolasa ro'za oyiga ehson tarqatish uchun harakatlarimiz inshaalloh. Bu safargi produktlarimiz o'tgan safargi produktlarga qaraganda ko'proq, bu ham bir Allohning fazli bilan shu tadbirkor aka-ukalarimizning qalbiga bir hissiyot solganligi uchun bizni qilgan dalolatlarga o'zlarining ehsonlari bilan javob berishdi inshaalloh. Mana 30 xil, 32 xil narsamiz Xudo xolasa bugun xonadonlarga yetib boradi. Inshaalloh shu mana tadbirkor akalarimizga bir chiroyli duolarni qilasiz inshaalloh domla Xudo xolasa inshaalloh. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Va jamoatimizga Allohning rahmati, tinchligi, salomi, barakoti bo'lsin. Amin. Alloh subhanahu taolo muborak qilsin birodarlar. Hammamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh subhanahu taolo bu oyda toatda, ibodatda bo'lib, mana bunday bir solih amallarning ustida bo'lib, ehson, sadaqat, zakotlarni haqdorlarga ato qilishlikni Alloh hammalarimizga nasib qilgan bo'lsin. Xo'p, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Kimni qalbi yumshoq bo'lishini xohlasa, kimni dunyodagi hojatlarim amalga olsin, hojatlarim amalga olsin, dunyoviy bo'ladimi, uxroviy bo'ladimi, kimni hammamizning hojatimiz ko'p-da. Ana shu hojatlarni amalga olsin desa, dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, yetimni boshini silasin dedi payg'ambar vasallam. Mana birodarlar, bizni qanchalagan birodarlarimiz bor, biz o'zimiz ham kerak bo'lsa qalbimiz qotib ketdi-da haqiqatdan. Mana payg'ambar alayhisalom aytayapti, kim qalbim yumshoq bo'lsin desa, qalbi qatib ketgan birodarlarning shikoyat, qalbim qatib ketdi deb shikoyat qilganlar yo'q emas-da aka. Qalbi kimni qalbim yumshoq bo'lsin desa, mana ehson sadaqat qilib yetimni boshini silasin dedi Rasululloh. Mana qanchalagan hojatlarimiz bor, boshimizga musibat tushdi birodarlar, boshimizga musibat tushdi. Har qanday bir yechilmayotgan muammolarimiz bormi? Shu yechilishini xohlaymizmi? Payg'ambar alayhisalom aytayaptilar, yetimni boshini silaylar dedi. Mana bu yerda bu narsalar bekorga berilayotgan yo'q. Mana shuni fazlini, barakotini birodarlarimiz bilgani uchun har oyda tinimsiz yordam berib turgan birodarlarimiz bor. Biz aytmoqchimizki, birodarlar, bu narsalar chiqarishlikdan maqsad maqtanishlik emas yoki bir boshqa narsa emas inshaalloh. Bir birodarlarimizga ibrat bo'lsin degan maqsadda inshaalloh chiqaryapmiz. Alloh taolo mana bu ehsonni qilgan birodarlarimizga Alloh subhanahu taolo biriga 10 dan 700 barobarcha ajr savoblarni bersin. Amin. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida Allohning arshidan soya yo'q bo'lgan vaqtda Alloh o'zini arsh soyasi bilan soyalantirsin. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana aytganlar, ehsonda eng afzali qachon berilgan ehson desa, Ramazonda berilgan ehson sadaqat eng afzal sadaqat dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun birodarlar, mana bu yerda bir ehson sadaqat qilishlikda yana ham birlanaylik, birlashadigan bo'lsak inshaalloh qo'limiz hamma yoqqa yetadi inshaalloh. Kuchimiz hamma narsaga yetadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammalardan rozi bo'lsin. Ehson qilgan birodarlarimiz Alloh moliga barakot bersin. Qolaversa mana shu ajr fondida xizmat qilayotgan birodarlarimiz, akalarimizdan ham Alloh rozi bo'lib, mana shu Ramazon oyini xayridan, fazlidan, barakotidan hammalarimizga nasib aylagan bo'lsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va natubu ilayk bi rahmatika ya arhamar. Tala'al badru alayna min saniyatil wada' wajaba ash-shukru alayna ma da'a lillahi da.